Bugungi roligimizda qotillik qurboniga aylangan o'zbek san'ati vakillarini eslab o'tamiz. Laylo Aliyeva. Bugungi yoshlar Laylo Aliyevani tanimasliklari mumkin. Bundan 27 yil muqaddam Laylo Aliyeva o'zbek shou biznesining mega yulduzi edi. Laylo ham qo'shiq kuylar, ham raqs tushardi. Keyinchalik bir necha video kliplari chiqdi, muxlislar orttirdi. San'at ahlining hurmatiga sazovor bo'ldi. Biroq aynan hamkasblari tomonidan vahshiylarcha o'ldirilishi Layloni yetti uxlab tushiga ham kirmagan edi. Uning suratlari orasida bo'ynida tilla zanjir, barmoqlarida oltin uzuklar taqib tushgan rasmlari ham ko'p. Uning o'ldirilishiga ana shu tilla taqinchoqlar sabab bo'lgan. 1998-yilning 1-may kuni Laylo Aliyevaning uyiga o'sha paytda mashhur bo'lgan Al-Vakil guruhining 2 nafar yigiti kelgan. Ular Laylo Aliyevaning 42 joyidan pichoqlab o'ldirgan. Qotillar uning barcha tilla taqinchoqlarini, hatto barmog'idan chiqishi qiyin bo'lgan uzugini sovun surkab sug'urib olishgan. Ular jazolandi. Biroq endi Layloni tiriltirib bo'lmasdi. Laylo Aliyeva 23 yoshida vahshiylarcha o'ldirildi. Layloni dafn etishgach, bir oy o'tmay otasi ham olamdan o'tdi. U og'ir musibatni ko'tara olmadi. Laylo Aliyevadan yolg'iz o'g'li Jasurbek yodgor bo'lib qoldi. Iskandar A'zamov. Skan multi taxallusi bilan tanilgan Iskandar A'zamov kinorejissyor, ssenariynavis, televizion tasvirchi va aktyor edi. 1996-yildan o'zbek televideniyasida ishlay boshlagan ushbu ijodkor vafotiga qadar 100 ga yaqin musiqiy video kliplarni suratga olgan. Iskandar A'zamov so'nggi marta Xo'ja Nasriddin o'yin boshlandi nomli badiiy filmni suratga olgan. Biroq xuddi Mo'min Oripov kabi Skan Multi ham o'z filmining premyerasiga yetib kela olmagan. U 2006-yilning 23-iyun kuni 28 yoshida o'zining uyida 2 nafar yigit tomonidan shafqatsizlarcha pichoqlab o'ldirilgan. U qotillar bilan shaxsan tanish bo'lgan. Ular Iskandar A'zamovning xizmatini ado etib yurgan mardikor yigitlar edi. Qotillarning muddaosi pul bo'lgan. Kompyuterda ishlab o'tirgan Skan Multi o'z hayotiga tajovuz qilishlarini kutmagan ham. Ular uning orqasiga va yuragiga bir necha marta pichoq urishgan. Jinoyatchilar uning uyida boylik ko'p deb o'ylashgandi, biroq bunday bo'lib chiqmadi. Qotillar ushlanib, tegishli jazolarini olishdi. Rahmatilla Mirzayev. Rahmatilla Mirzayev O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining oliy toifali suxandoni edi. Rahmatilla Mirzayev 3 farzandning otasi va bir nevaraning bobosi bo'lgan. Aytishlaricha, Rahmatilla aka qanchalik mashhur bo'lmasin, nihoyatda kamtar, sodda bo'lgan. Juda ko'plab insonlarga yaxshilik qilgan. Rahmatilla aka nihoyatda shoshib yurgan. Doimiy ravishda shoshilgan odamlarning taqdiri esa qandaydir ayanchli tugaydi deyshadi. Rahmatilla Mirzayevning oilasi 2 ta edi. Birinchi oilasidan 2 nafar, bir o'g'il va bir qiz. Ikkinchisidan esa Shodiya ismli bir qizi bor edi. Ammo umrining oxirlarida yakka o'zi yashagani haqida ma'lumotlar bor. 2015-yilning 1-mart kuni Rahmatilla Mirzayev qizi Shodiya bilan G'ulomjon Yoqubovning konsertiga boradi. Konsertni tomosha qilishadi. Konsertdan keyin qizini onasining yoniga yuborgan suxandon hovlisiga yo'l oladi. Ertasiga 2-mart kuni erta tongda u o'z uyining yerto'lasida pichoqlab o'ldirildi. 60 yoshli Rahmatilla Mirzayev o'z uyida 21 yoshli yigit tomonidan shafqatsizlarcha o'ldirilgan.